ketchup mana yashikni mustahkam qilish uchun kerak bo'ladi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Hamkor Sound, men ismim Abdurashid. Silka bo'yicha YouTube kanalida o'tdinglar. Hamkor Sound YouTube kanali bu. Xullas, bugungi videomizda 75 GDSH subwoofer 10 dyuymli yoki 20 santimetrli. To'g'ri? 10 dyum 20 santimetr bo'ladimi? 10 dyum nechi bo'ladi? 25 bo'ladimi? 20 bo'ladi. Ha? 20 bo'ladi. 25 chi? 25 12. Bakalashlar 10 dyum 25 santimetr bo'ladi. 20 santimetr 8 dyum bo'ladi. Tushunarli? Tushunarli. Sizlar lavash haqida gapirdi. Ular ikkita subwoofer qo'yamiz. Mana 25 santimetrlik 75 GDSH yoki 10 dyumli subwooferdan ikkita qo'yamiz. Yashik yig'amiz. Mana doskalar tayyor, kesilgan. Mana bu yoqda ham doskalar bor, bu yoqda bo'lsa. Xullas, yashikning оформленияsi nima bo'ladi? O'zbekchasiga оформление. O'zbekchasiga nima bo'ladi оформление? Yig'ish nima? Bezatish. Yashikni ko'rishda nima bo'ladiki, banpas yashik bo'ladi. Banpas yashik o'zbekchasiga nima bo'ladi? Yashik qutbi bo'ladi. Banpas bu o'zbekcha qilib aytganda, xullas, har bir mana ikkita subwoofer mana nomida turadi. Mana shunday turadi. Yashikning ichida, qutbining ichida. Xullas, mana shunday turadi. Bu yoq tarafga mana mamutga subwoofer qo'yiladi, bu yoqqa subwoofer qo'yiladi. Shunda ikkita zakritli yashik bo'ladi, har bitta yashikka o'zini объемi bo'ladi. Alohida mamutga yana ikkita xona bo'ladi. Shunday restoraningizda qo'shimcha xonasi bormi? Shunaqa qilamiz. Ular yig'amiz, ostidagi jarayonni hammasini ko'rsatamiz. Banpas yashik yig'amiz, ikkita subwoofer. Tak что ketdik. Yashik yig'ish uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Shurik kerak bo'ladi. Shurik qulpoyot, yaqinroq. Kley, mashqat kley, Eronniki kerak bo'ladi. Bu bor. Samarezlarimiz bor. 5 mmli, to есть 5 santimetrli yoki 50 mmli samarez bor. Bor. Потом bizga ketchup kerak bo'ladi. Ketchup. Обязательно ketchup kerak. Ketchup ishlatinglar. Yashuni yeyotganda ketchup bilan yersanglar zo'r qotadi, mustahkam qotadi, zo'r bo'ladi. Mana anaqa seriozniy aytayapman. Ichida bor mana ketchup bor mana. Ko'ringlar. Qaranglar. Mana ko'rasizlarmi? Ko'ryapti? Bor ketchup. Mana. Yeb ko'r. Yeb ko'r ketchupni. Seriozniy voy, yeydigan normalniy ketchup. Yesa bo'lar ekan, ana uni video ko'rmaysan, yeyotgan. Qancha? Shaytonlamayapsanmi? Yeb ko'r. Futbolkaga ko'tar, sudurga beryapti. Короче, mana normalniy съедобный ketchup, yesa bo'ladigan ketchup. Ketchup qo'shinglar обязательно. Nima qilinadi? Mana nimani yashuni devorlari bor, orasiga bundoq quyib chiqasan. Shunda zo'r mustahkam qotadi. Xullas, hamma narsamiz tayyor, yig'ishni boshlaymiz. Mana ketchup tayyorlab oldik. Endi yashikni ishlatamiz. Bismillah. Qalay ideya? Kommentariyada yozinglar. Variantmi? Hopa, bo'ldi. Ikkita shurikdan foydalanamiz, qotirish uchun. Sverlo ishlatamiz. Обязательно 2 mmli sverlo ketamiz. Ketdik. Suv sovolasizlar stakanga, to есть любой idishga. Nima uchun? Chunki sverloda ko'p teshiladi, qaranglar. Uch teshdinglar, suvga tiqinglar. Sverloni sovutish kerak. Sverloni sovutmasanglar, agar sverlo qizib oxiri sinadi.
shularni hammasini обработка qilib chiqamiz. Amalga o'tib ishimiz. İşte xatolik bo'lmasa e'tibor bering. Mana eski samolyotlarni olib tashlaymiz. Mana yevro samolyotni qotirgan ekan. Shularni yoqib chiqamiz hozir. Tak. Mana bo'ldi. Endi boshqa tarafdan o'chirib qo'yamiz. Okay. Koydum. Eshitasanmi? Yo'q. Ha? Qo'ydingmi? Ichini oldim. Так, самое интересное. Nasıl bakayım bu? Antişli olmalı. Dolmalıysam. Böyle tutup çıkarmış gibi. Soğutamos. Düştü. Evet. Sana rezil.
Endi o'zi terlashga mashina xatosi bo'ladi. Yo'lga terlashga kengashib terlashgacha eski ochilib ketmaydi, yorib ketmaydi. Endi ancha saqlash bor. Hozir bizga bankasiga ketlayapmiz. Sabah joylashishni ko'rsatamiz. Şunu uzatın. Kes moy, nimaga? Biz hozir yonidan chiqqan kleylarni surib yuboramiz. Qurib qolmasligi uchun ichida ko'ramiz yoniga. Yana qo'shimcha kley suramiz. Biz hozir kley surib yana qo'shimcha krupit qilamiz yashikka. Chunki hozir bu yerda agarda mana sudek to'pog'ini olib qo'ysak qutini yaxshi kley qila olmaymiz. Yaqinroq kesmoq. Kley surib, boshqa kley bilan qo'yamiz. Nima uchun buni ko'rsatmayman sizlarga? Hankar Sound'da yasaladigan yashikni nima ishlarga yasaymiz, kley ishlatamiz demoqchi. Ketchup kley. Zohidga qarab olmaysanmi? Zohid. Zohid. Men laterini oldim, Zubayga aka. Sen qarab olmaysanmi? Zubayga laterini oldim. Ko'ryapman. Kardinal. Faqat familiya to'g'ri kelyapti, bo'ldi. Meni o'g'limim, onasi boshqa. Bir ming tekshirib, yopib tashlayman. Так, mana chetlarini qildik. Kesmoqni yaqinroq ko'rsating.
Lekin ko'pchilik ketmaydi unaqa. Endi yog'ini Короче, бампас ящик. Yasamoqmiz. Sizlarga ishlatib, ko'rsatib, eshitib band ko'ramiz. Cho'chib ketmasa kerak, Ismoil. Ya. Shunimikan? Короче, bozorda arzonchi yashiklar bor-ku. То есть, bizda yashiklar mana misol uchun taxminan 55-60 litrli turbo konverterli yashiklar bizda misol uchun Ankarada minimum $40 sotiladi. $40. Endi bozorda $15, даже $10 ga ham yashik bor. Yangi yashik haqida gapiryapman. Farqi, mana asosiy farqi shundaki, ana arzonchi $10lik yashikda bunaqa kleyda surtilmaydi. Chunki kley surtilsa, kley ishlatilsa, mashhad kley bu ortiqcha xarajat. Уже yetarli darajada foyda qilib bo'lmaydi. Juda ham kam qoladi foydasi. Shuni hisobiga kley ishlatmaydi. $40lik qimmat yashiklar, ancha qimmat yashiklar kley ishlatiladi. Shuni hisobiga sifat berishdi. Hop, endi ichidan deymiz. Максимальный жесткость босса, мustahkamlik босса. Kontrolni qo'lda bilan surtib chiqaramiz. Чтобы burchlariga hammasiga kley yopishi kirishi uchun. Желательно kleydan foydalanganinglar yaxshi. Ichkari bu yoq taraf xonasi hammasi bo'ldi. Bu taraf qilindi mana полностью. Bu yoq qilindi.
Ko'rsat. Xas, undan keyinmi qolgan? Xasdan keyin. Mana bu bola, mana shu bola Zohidjon bo'ladi. Zohid Tashkentskiy bo'ladi. Birinchi to'rt odam mana shu odam bo'ladi. Zohid Tashkentskiy. Привет, братьям. Привет, братьям. Это Россия? Ау. Россия? Какой Россия? Это наш Узбекистан. Это родной наш Узбекистан. Это солнечный город наш Узбекистан. Хлебный город. Конечно. Почему хлебный? Приедьте, плов сделаем. Бесплатно сделаем. Вот здесь запросим. Вот не умеем, но сделаем. Qanaqa qilmoqga abutirga yashab yo'qolmiz. 25 ga. 75 ga desek bo'ladi. 75 ga. Kimga? Oshga, uyga ishlatishga farqi yo'q. So'sigan sotib olamiz, ishlatgan ishlatamiz uyda. Atak uyda ishlatsak bo'ladi namasi. Ha, yo'q bo'ladi. Ya zonasi nima bo'ladi? Qara, yo'q, men xotirga emas, xotir. Qo'lamoq. Shunday ko'rsatishmi? Nima bo'ladi? Narxini arzon. Kimniki? Meniki. یک دو سه چهار پنج هست یا نمی بولد Ana do'stlar, tasadduq ahvolida diyor. قراره داده یک دو سه چهار پنج شاشمیده طوری دوامم قراره یک دو سه چهار پنج هست بگین این دوستن کن هم boshqa şey yo'q. Bu anaqada Qo'ychaga. qarinchiydi. O'sha tilda. Bundoq qanchasi degan. Birinchi banpas yashikni ichiga sabukchani qotirib olinadi. Shunda ikkita sabukchir bir-biriga qarab turadi. Zohidni bo'lyapti. Endi ikkinchisini qotiramiz. To'xtamang, undoq. Mana to'xtat. Ikkita subwoofer, gum buni yopamiz ustidan.
Mana bitta port bo'ladi yonida, yana bitta port alohida, yana bitta port alohida bo'ladi. Kel bolam, qara ko'r bolam. Nima? Keldingmi bolam? O'tirdi. Nima bu? Bu yashik mana doqil reklam qiling. Yamamdan qatdingiz. Oldim-da, anaqa dodamlar savurlar. Dodamlar pish-pishlab keldi savurlar. To'y bolangizni oshlarga nima xudoyi challarlarga kuydirib qo'ymoqchisiz? Ha, chiqaramiz farqi, soqqasida ekan. Bu sovetskiy 75 GDSH. 75 GD. Nima bu? Pattibnimi? Emas. Neyse, GDN ekan, 75 GD. Pattibnimi bu nima? Громкоговорительный динамик GDN. Короче, nima bo'ladi? Yo'lmas, yozib olinglar kommentariyada tashlab qo'ying. GDN 75 GDN. Громкоговорительный динамик bu yog'i nima dedingiz? Низкочастотный bo'lsa kerak. Громкоговорительный динамик низкочастотный. Низкочастотник. GDN kimma bo'ldi? GDN. Короче, язык сломаешь. Nima edi? Ya, Eduard qanaqa edi? Shosse Eduard. Zohid, ko'rdingmi? Ketchupdek kelayapman. Despanam. Ya bu oddiy ketchup emas-da bu. Bu professionalniy ketchup. Professionalniy monarx ketchup. Lekin buni hot-dogga qo'shib bo'lmaydi. Buni gamburgeri bilan yesa yaxshi. Achchiqqina zo'r ketadi lekin. Gamburgeri bilan? Hot-dogga bo'lmaydi, chunki hot-dog sosiska gamburger kakletli bilan zo'r ketadi. Yarim yorilar bilan qo'shib yuborsa, qo'shish kerak. Klemas bu. Oq ketchup bu. Bu anaqada nima edi? Otda nima edi? Vaflini qo'yib yuborsa, jigarrang vafli. Lekin buni 7 yoshdan 18 yoshgacha bolaga yedirish mumkin emas buni. Kattalar yesa bo'ladi. Pasporti bormi? Ha, ya'ni 18 dan keyin necha? Qani men peshgichlari. Yo'qdan qanaqa ber. Testa sirloq. Yo'q. Bismillah. Ketdimi? Hozir Abdurashidlar endi mana shu go'jani kuchida shu ishni qilyaptilar-da. Mana bu go'jada. Bu go'jani qoni Qibray tumani Baytqo'rg'on markazining oldida nomer 24 soat ishlaydi, qishi kunida ham ishlaydi. Kelsanglar mana go'ja, ayro hamma narsasi bor. O'zi Baytqo'rg'on kirib kelishinglar va masjiddan o'tgandan keyin. Bakalashga bu go'ja kanali emas, bu Abduzvuk kanali. Hozir go'jani kuchida yashayapsizmi hozir? Yashayapman. Yozgi kunida zo'r ketadigan mahsulotda bu. Mana direl ani chempion bolani direli aytgancha. Qaysi ko'taboq bolanimi? Ha, rosa kolonkalarni ana qilib tashlagan bola. Jibel qo'ygan-a? Ha, Jibel tabuker qo'ygan. Keyin qotib qolib gruppada hammani so'kib chiqadi. Qanaqa? yur Uloq. Mana zaryadkasini olib chiq do'kondan. Zingilli. Stop ichida. Noshim stop ichida. Maytbollar tegida. Dizam. Qilib chiqadi. Nasıl? Hamma o'zini maqtaydi, chempion bo'laniki.
Ismoil anaqada Qoraqo'rg'ondan bolasini olib qoldi deganda. Chempion bo'lgan, chempion, butun jahon chempioni. Galaktik chempion. Shunda qo'yib so'radimi? Anaqa Jentra Radiokalarda chempion bo'lgan. Kechira Deskoya Mama daraga edi bordi. Yetib ketdi bordi. Tamom bo'ldi. Burchilar ham qo'yadi. Suqatda suyruq qizib ketyapti. Suvimizni olib beringlar odamlar. Gapiryapmizda o'zimiz ana qilmayapmiz. Qiladi. Qo'yadi. Qizib ketadi-da. Suyruq qizib ketadi. Ikkinchi batareykasini olib chiqmading? Borib suv olib kelgansa, buni chelakni olib keladi. Borganda olib chiqqin zaryadkani desam, zaryadkani o'zini ko'tarib ketdi. Ikkinchi batareykasini olib kelmaysanmi? Zirelizni olib qo'yganmi? Yo'qotib qo'ydim. Bilasizmi? Bizni qo'yuvding, teskari tiqib qo'ygansiz. Bo'sh dirayli, bo'sh. Menga dirayli olib beradigansiz, do'stni olib beraman deganman-da. Yangi yil kuni, men ham ahmoqman-da, yangi yil kuni. Bo'lmasa nimasi? Hop, men ahmoqman dedim. Hop, shundoq qarang, ahmoq edim. Yangi yil kuni Temur Sultonim bor, bilasizmi? Temur Sultonchi, sizga o'xshaydi. Yangi yil kuni Qozog'istonga Chimkentga chiqib, Chimkentda drill qidiryapman. Yangi yil kuni. Hamma magazin yo'q-ku, Drill sotmoqchisan. Siz uchun chiqqanda Qozog'iston. Yo'l mashina Qangi gullardek. yangi yil kuni yani drill qilganlardi. Men ana turishini qaraman. Nima olib chiqaymi? Yo'q, borib qarab chiqma. Tomosha qil. 20 sekund tomosha qilgan batareysang nima bo'lardi? Ular Chimkentga bordi, hamma magazinlarni tutdim-da, bitta dona Postavar magazin kirsam bor ekan-da. Faqat menga yoqmadi. Sizmi? $35 ekan-da, yoqmadi. Keyin qarayman, qaytib keldim-da. $35 bilasanmi? Bo'shman, nech pulga olganman? Bo'sh diraylar. Eshitdi? $20 ga. $35 faqat menga kerak yoqmadi. Oddiy diraylar ekan-da. Magazinni yo'q-ku. Keyin orqaga qaytdim. Toshkentga keldim-da, uni ertasiga Urizorga chiqib, 600 mingni 500 mingga oluvdim deydi. Siz uni taksida qoldirib olgansiz. Drillim. Ha, men sizga yangi olib berganda. Olib keluvmiz. Yangi olib berganman Urizordan. Urizordan yangi olib berganman-da, o'sha bo'yinga o'xshashlar yaxshi deydi. Uni siz bir hafta o'yin kunmi qanchadir ishlatib, oxiri taksida qoldirib olgan. Pishko'nglarni yupadi. Voy. Ha. Taksi ham yupadi, mana taksi bo'lgan. Qo'lni to'xtatadi, ya'ni qanday ko'rmaganmi? Voy, men chiqib qolganman. Ha, 11da sindirsa bo'ladi. Ha, sindirib beradi. Konku bo'lib qopti-ku. Qani o'zim? 11 shot deydi. 11 Mana. Bering, olding. Obud. Xotir. Ha, mana. Bitta qo'lda qotirib turing. Qattiq o'tirib. San chiqqan bo'lsa, ishlarsangiz. Berib turing. Sinish qiyin bo'ladi. Referensiya. O'zbekiston. Rahmat.
Hozir qo'yapsizmi? Voy, aka, mana buni qalin qo'yman. O'ziga payka qilmagan. Yomon. Buni vitrinaga ulasizmi? Mashinaga ulash kerak-da buni. Mashinada aniq tekshiringlar. Uruvinni qo'yib, Shumamer qayerda? do'kon qo'ysak bo'lmaydimi? Do'koningiz boshqa, mashina boshqa-yu. Mashina olish narsa yo'q-da. Shumamer qayerda? Uyda. Oka o'shani olib kelsangiz, zo'r temir bor edi. Xalqqa ko'rsatib berardim. Xalqqa? Jibelni ko'rsatib berardim, keyin boshqa anaqalarni ko'rsatib berardim. Talonga Yugurib ketib qoladi. Yo, men aytmoqchi bo'layotganim arzon narsa bilan qimmat narsani solishtirib bermoqchi edim. Yoki rus tilida aytganda Никто не виси. What? Oka betda boru, men rus tilida aytganda из говна конфету сделал. Adam ko'p shunaqa dedi. Но говно будет пахнуть. Это смотря как сделать Это. betga oka ishonmasdan keldim. Ana rus tilida ham уже gaplashishlar esdan chiqib ketdi-da, borib betga. Bitta ruscha emas, bitta keldi. Stoyka ko'bida anaqa qilib berdim, bo'ldi. Boshqa kerak. Sen o'zing русскоязычный emassan-ku. Yo, rусский kelsa, men o'zi rусский язык yazib qo'ydim. Твоя моя не Собрать понимает. стоечка. Бабуля, помогите, boru. Бабушке сказал, помоги. High flight. Orasida keyin mayog'ini teshasida. Получается. Что тут-то? Qanaqa chiqadi, ha? Ko'rsatib bo'yicha. Bum. Mana misol uchun mana qarang, samolyot qotirini qarab tur. Hech qotadi. Mana nima bo'ldi mana? Yaxshimi mana shunday bo'lgani yaxshimi? Shuni qoldiraymi yo qoldirmaymi? Agarda kommentariyada yozsanglar, mana shunday qoldiraman. Yozmasanglar o'zgartiraman. Kirib tekshirib ketib qolganda. Mayli, qidirmay qo'yaylik. To'g'rilab qo'yamiz.
Pусть будет без косяков. Endi ish bo'lgan joyda nimadir xato bo'ladi. Человеческий фактор deydi. Inson omili. Mana negativchilar uchun maxsus mana. Mana ham yoqda qiyshiq teshib qotirganingda endi to'g'rilab qo'ydi mana ko'ringlar. Mana shu minut, sekund, daqiqalarni saqlab qo'yinglar. Mana bunga kichkina kalta samarasi qo'yishingiz kerak ekan. Birinchi o'rinda Endi haydi to'g'ri aytyapsizlar, panera ishlatish kerak edi. Uni xarajat qilishni o'ylashga sinflarga endi bu holatda biz ham yomon bo'lmaydi. Subwoofer yashikka yig'ib oldik, subwooferlarni qotirding, 75 GDM'larni 25 cm diametri 10 dyumlik bandpas yashikni yig'amiz. Hozir yopamiz edi, eshitib ko'ramiz.
Hasta